Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mana ko'rib turganingizdek biz Toshkent avtovokzaldamiz. Zaldagi o'tirgan yo'lovchilarimizdan kimda-kim bizning ijtimoiy tarmoq YouTube, Instagram kanaliga kimda-kim obuna bo'lgan bo'lsa, ana shunday 50% vaucherimizni o'z egasiga topshiramiz. Qani ketdik bo'lmasa. Assalomu alaykum hurmatli yo'lovchilar, yaxshimisizlar? Qaysi yo'nalishga chipta xarid qildinglar? Toshkent Perim yo'nalishi. Toshkent Perim yo'nalishi bo'yicha. Doimiy foydalanasizlarmi avtobusimizdan? Qulayliklar yaxshimi? Akalar hozir bizani korxonamiz nomidan shunaqa o'yin o'tkazilyapti rahbariyatimiz tomonidan. Kimda-kim bizani ijtimoiy tarmoqda YouTube, Instagram rasmiy kanaliga obuna bo'lgan bo'lsa, 50% vaucherni o'z egasiga topshiramiz. Obuna bo'lganlar bormi? Oranglarda. Kim? Sizmi? Assalomu alaykum. Mikrofon taqib qo'ysak bo'ladimi? Gapirasiz, bemalol. Qani? Obuna bo'lgan ekanlar. Hurmatli vatandoshlar, mana hozir akamiz obuna bo'lgan ekanlar. Xudo xolasa haqqoniy kuzatishda davom etinglar. Keyingi omadli ishtirokchi albatta siz bo'lishingiz mumkin. Xudo xolasa kassalarimizga borsangiz, xudo xolasa yarim puliga kelish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Foiz vaucheringiz tabriklab qo'yamiz akamizni. Xudo xolasa aka, bizani avtobusimizdan qonuniy davlat tomonidan qo'yilgan avtobusdan doimiy foydalaninglar. Har doim bizani kuzatishda davom etinglar. Safaringlar bexatar bo'lsin. Kimda qanaqa yoki savol yoki takliflar bo'lsa, bizani ishonchli raqamlarimiz ishlab turibdi. Akamiz mana necha yil bo'lgansiz obuna bo'lganingizga, aka? 2 yildan o'tdi-da. 2 yildan o'tdi. Demakli, xudo xolasa akalar safaringlar bexatar bo'lsin. Bizani kuzatishda davom etinglar. Akajon, bizani avtobusimiz to'g'risida ozgina bo'lsa ham qisqacha bo'lsa ham ma'lumot bera olasizmi? Qulayliklari, afzalliklari to'g'risida. Yaxshi avtobuslarga bemalol ketyapmiz. Voditellar opitni. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Hech qanaqa yo'lda bir qiyinchiliklar, ortiqcha ovoragarchilik, ortiqcha pul talab qilganlar bo'lmadimi? Hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Shu davlat avtobuslarida bemalol borib manzilimizga yetib olyapmiz. Hozir mana rahbariyatimiz tomonidan vodiy ahliga mana aytganimizdek qulayliklar yaratib beryapti. Shu haqida ham ikki og'iz fikringizni bildirsangiz aka, vodiy ahliga. Agar Farg'ona viloyatidan, Andijondan bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi, albatta. Yaxshi, sog' bo'ling. Toshkentga kelib yurmasdan shundan ketish mumkin. Aziz vatandoshlar, shunaqa gaplar bizda. Bizani kuzatishda davom etinglar.